Assalomu alaykum. Asiya fasad klinik ishqibozlari. Xudo xolasa mana navbatdagi uyimiz sinchli uy edi. Devorlari notekis, juda devorlar tashib yuboribdi shoxlari. Mana hozir mana shu plitkalarimizni qilib beryapmiz. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. So'kiliga mana bunaqasidan fasadga bunisidan g'ish ko'rinishda, pishgan g'ish ko'rinishini beradi. Mana bu lak sepilgan holati. Mana lak sepilgan yondan ko'rsatib tursangiz juda tiniq yaltirab turibdi. Mana lak sepilgan, tagiga so'kilgan sepilgan yo'q. Sepilsa manaqa qorayib chiroyli, juda chiroyli bo'lib qoladi. Bu sho'r chiqadigan devorlarni bekitadigan fasadni plitkalar bo'ladi. Pina blok, shlaka blok, xom g'ish, pishgan g'ish hammasiga ketaveradi. Mana atkoslari mana shu holatda, tunikofon bilan bekiladi mana. So'killar usti bekiladi. Mana tarnov trubalarni qo'yishib yubordi ustalarimiz, chiroyli qilib. Mana juda chiroyli chiqqan, ablisopga g'ishga o'xshaydi. Mana ko'rib o'tsangiz bo'ladi, yonidan ko'rsangiz mana. Sallalloh juda bliska, mana yonboshdan ko'rsa bliska ham juda chiroyli chiqqan. Bizda bu fasadni plitkalarda har xil turda, har xil rangdagilari bor. Bu lazer ko'rinishdagi toshlarimiz 3D ko'rinishi har xil turdagilari bor. Bu fasadni plitkalarda O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastlab berib yuramiz. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Kelib yotib ham ketasizlar bemalol. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Shu reklamani tagida qo'yib qo'yamiz. Bemalol kirib, yana boshqa bitgan uylarni ham ko'rib chiqishlari mumkin. Devor tanlamas plitkalar. Sho'r chiqadigan hamma devorlarga xudo xolasa bekitaveradi biz ishlar. Bu plitkalarimizni narxi 70 ming so'm, so'killari 60 ming so'm, so'killari. Bu plitkaning narxi o'zi. Bitirib berish 170 mingdan 210 minggacha bo'ladi. Oyda ichida tog'li tomonlarga kelishgan narxlarda gaplashaveramiz. Mana bu bitgan holati, endi bu tomonda ana holatini ham bir tushuntirib o'tib ketasiz. Reyka to'qilgan joylarini lekin ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Mana juda chiroyli chiqqan, ko'rib o'tsanglar, juda chiroyli chiqqan. Mana ko'rsatib, mana shu turishda sinchli uy, mana. Bu tomonga allaq sepilgan yo'q, bu tomonga sepilgan, o'shaning uchun o'zi ko'rinib turibdi, juda chiroyli chiqqan. Bu tomon ham shunaqa bo'ladi, bu tomonga o'xshagan bo'ladi. Mana tepasida reka to'qi ozgina ish qoldi, o'sha 3 kunda mana bitish holatiga kelyapti. 130 kvadrat atrofida joyimiz 3 kunda mana bitish. Juda tez bitadi. Aloqa chiqarasizlar.